Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men bugun keskin osh qilyapman. Hozir xaylasini qilyapman. Go'sht, piyoz solib, qovurib, no'xat, kartoshka, sabzi, shalg'omni kubik shaklida to'g'rab pishirishga qo'ydim. Keyin pishib chiqqandan keyin xamirini kesib olamiz. Videoga oldim, nimagadir olinmay qolibdi. Shu uchun endi suv solganimdan keyin olyapman. O'zi aslida olgandim boshidan. Ha, mayli. Ana shu. Bu yerlargacha yig'ishtirib qo'yamizda. Hammasini joyiga qo'yib pishgunicha yog'lanib turamiz. Xo'sh, mana qozonga suv solib oldim. O'tilgan no'xat solaman. Solib oldim. Bitta pomidor solib olaman. Bitta piyozni soldim, to'g'rab. Tuz solaman endi. Tuz. Bir qoshiq tuz soldim. Endi qaynaydi. Qaynab chiqqandan keyin xamirini kesib solamiz. Kesgan oshda. Mana suvimiz ham qaynab chiqibdi. No'xat ham pishib qoladi. Endi osh xamiri olamiz. Mana tuz soldim, bir chimdim. Chaqilgan tuxum bor edi, shuni ham solaveraman. Endi bir piyola suv solamiz. Mana bir piyola suv. Xamir qilamiz, un solamiz hozir. Un solib olamiz. Un bo'lmadi. Xamir qorib olamiz. Qaytib o'ynayapsan. O'g'lim o'tib qoldi oldimdan. Xamir qilib olamiz. Xamir yoyib, mushlab, endi zo'la qilib olamiz. Xamirni ham qilib oldim. Endi zo'la qilib dam oldirishga qo'yamiz. 5 minut dam olsa yetadi. Xamirimizni tindi, endi yoyib olamiz. Yoyamiz endi. Unlab yoyishimiz kerak buni. Bir-biriga yopishib qolmaslik kerak. Kesayotganimizda ko'p un sepib yoyib olamiz.
yoyib oldik xamirimizni. Endi kesamiz. Kesish uchun mana taxla olaman. Men sho'rab qilib. Kesib olamiz taxtani. Mana endi taxtaga qo'yib kesamiz. Pichoq bilan kesib olib kesib olamiz. Ressam bu oğlum. Mana kesib oldik, endi unlarini qoqib qozonga solib olamiz. Mana suvimiz qaynayotibdi. Endi xamirlarimizni solib olamiz. Endi mana vilkani olib budaniga qo'zg'ab olishimiz kerak, bir-biriga yopishib qolmasligi kerak. Bir qaynab chiqqandan keyin o'chiramiz. Mana qaynab chiqdi. Pomidorini ham ezib olamiz. Endi pomidor qo'y qoldi endi. Mana tovoqqa solgandan keyin ezsagan bo'laveradi. Ezib olamiz. Bir qaynagandan pishadi bu o'zi. Mana endi mana katta tovoqqa solib sovutishga qo'yamiz. Tezroq sovisin deb kattaroq idishga solyapman. Qozonni mana endi yuvib olaman. Qaylamiz pishgan. Buni tovoqqa solib qo'ydim. Endi sovishini kutamiz. Mana sovibdi. Menimcha sovibdi. Issig'iga so'sa qattiq kuyib qoladi. Shuning uchun sovutib solishimiz kerak. Hali ham sal issiq bo'ladi, lekin qatiqda suyultirib olganman duqlab. Buni ham sal iloqroq suvga qilganman, kuymaydi. Solamiz endi. Hozir ishirib solaman. Aralashtirib olamiz. Asta-asta aralashtirsak qatiq ham kuymaydi. Tuzunu ko'raylikchi. Tuzi ham bo'ladi, hozir suzib olamiz endi. Xo'sh, endi zirorlar solamiz. Men ozgina zira solaman. Keyin quritilgan nima ular-ku, shvedda quritilganidan solaman. Keyin nazvoydi, rayhonni. Nazvoy deymiz biz, quritilganidan ozroq solaman. Bo'ldi, aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi
suzib olamiz. Suzib olamiz endi. Biz oilada 5 kishimiz, shu uchun 5 ta kosaga suzib olaman. Bugun achoshda o'zi sirli kosalarga suzaman, nimagadir har doim bilmam. Hamma qanday bilmam, men har xil ovqatlarga har xil kosalar ishlatgim keladi. Suzib oldim mana. Endi qaylasini burchimiz solib olaman. Solib oldik. Endi ko'katlar qo'yamiz ustiga. Mana ovqatimiz ham tayyor. Endi dasturxonga olib boramiz. Ovqatlarni ham olib kelib oldim. Endi bizga endi yoqimli ishtaha. Shuning bilan bugungi videomni yakunlayman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Lek bosing.